Xullas o'rtoqlar, bu videoda 1-apreldan joriy qilingan mashinalar hamda uy-joy oldi sotisidagi yangi escrow mexanizmining faqat minuslari haqida 20 yillik tajribasi bor makler bilan gaplashamiz. Birinchi savol aka, bu tizim haqida shuncha yillik tajribangizdan kelib chiqib qanday fikr eta olasiz? Вообще bo'lmabdi bu narsa. Escrow tizimini o'zi kim o'ylab topdi, kim olib kirdi bizaga? Oldin uy olotganimda qanaqa bo'lardi? Bir 50 ming dollar bo'lsa, ichidan 2 ming, 1,5 ming falshivka pul tiqorardim. Hech kim bilmasdi. Hozir bo'lsa bankka bor, yugur, ularni hammasini bitta-bittalab tekshirib olishadi. Odamni daromadi ham kamayib ketyapti to'g'risi. Xo'p aka, endi bu tizimda mashinalar savdosidagi ta'siri haqida ham qanaqadir fikrlaringiz bormi? Mana o'rtog'im bor-da, arendator. Mashina arendaga olib chiqaradi. O'sha bola nima qilardi? 100 ming dollarga bir 8 ta 10 ta mashina olardi. Arendaga berardi, tag'in gadovi 30% bilan. Oyma-oy pulni olib, oxirgi kelganda shu nimadir mayda-chuda muammolar bilan mashinani nomiga o'tkazib bermasdi, o'ziga yana qaytarib olardi. Bir 100 ming dollari bir 400-500 ming qilib olardi shu bola borib. Hozir bo'lsa qanaqa? Bankka borarkansan, notariusga borarkansan, kamiga mashinani nomiga o'tkazmaguningcha pulini ololmas ekansan. Hurmatli O'zbekiston xalqi, biz bormizki, O'zbekiston davlati shakllangan va shuni bilingki, hukumat har doim o'z qarorlarini jamiyat xavfsizligi hamda manfaati uchun chiqaradi.